Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech do'stlar, yaxshimisizlar? Hammangizni kirib kelaturgan Hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Xudo xolasa yana bir zakazimizni hozir tugatdik. Ertaga hozir yibara beramiz xudo xolasa. Hayit uchun uyingdagilari podarkada bu endi xudo xolasa bu tovuqxonamiz. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Endi ko'rinib turibdi. Bilmayman qo'dan. Hop 5'e 5'lik qalın neden işlengen bu dostlar? Qalın. Ne? Chetlerini ham lislerini bastık. Üstemine şiperları kak bolojini görünüp turibdi dostlar, çotki bolup. Razmerini tushuntirib o'tadigan bo'lsa 2 metr. Mindilemesi 1.20, aryan tarafı 1 metr, uzunluğuna 3 metr bu dostlar. İşçileri yine çotki etib işlerini ham koyduk. Tarı koyulgan. Navas koyulgan dostlar. Görüşleriniz mümkün. Stiklavataları koyulgan. Çıraylatib işlep berse hareket ettik mana dostlar, xudo xolasa. Kraskileri vurulgan dostlar. Razmerlerini tushuntirib o'tdik. Hammangizni yana bir marta Hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Men ham tabriklashni xohlagan insonlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin do'stlar. Hammangiz Xudoyim musofirda yurgan do'stlarimiz, ya O'zbekistonda yurgan do'stlarimiz, nerda yurgan do'stlarimiz bo'lsa, uylarına sog'-omon qaytishlarini tilakdoshimiz xudo xolasa. Buni narxini kelib o'tadigan bo'lsak do'stlar, 2.700.000 so'm ishlab berdik buni. Ko'rib turibsizlar, ham yeri qimmat materialdan ishlangan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda görüşguncha do'stlar.